Muammo ko'rdinglarmi? Bu muammoni sizni muammoyingizmi yoki boshqa odamning muammosimi? Farqi yo'q. Hal qilish kerak, yordam berish kerak. Asosiysi hayotda kimgadir yordam berib, kimnidir mushkulini oson qilishga harakat qilib yashash kerak. Mening ismim E'zoza va men maktabimda mentorlik tizimini ishlab chiqdim. Bu birinchidan ustozlarga ko'proq vaqt tejaydi, o'quvchilar uchun zo'r tajriba bo'ladi va bilimlarini mustahkamlab olishadi. Bu tizim qanday ishlaydi? 5-6 sinflar orasida biror fan yoki mavzuni yaxshi o'zlashtira olmagan o'quvchi bo'lsa, 9-sinflar ularga yordam berishadi. Ya'ni har shanba kuni alohida individual darslar tashkil etilgan. Har bitta 9-sinf mentor bittadan 3 tagacha kichik sinflarni o'qitishi mumkin, lekin 4 ta emas. Hozirda 20 ga yaqin 9-sinf mentorimiz bor va hozircha bu tizim matematika fani bo'yicha yo'lga qo'yilgan. Mentorlarimiz bilan keyingi rejalarimiz barcha fanlarni va barcha kichik sinflarni qamrab olishdir. Atrofda muammo ko'rdingizmi? Demak, odamlarga yordam berish uchun yaxshi imkoniyat bor. Bu mening hayotdagi shiorimdir.